Xo'p akalar, barchaga assalomu alaykum. Toshkentda Sergeli mashina bozoridamiz. Qiziqqanlarga bir qator Malibu narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Videoga ham bitta like bosib, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Va kamchiliklar uchun albatta uzr so'rab qolamiz. Xo'p, Malibulardan o'rtoqlar, men buni sotib. Aka necha pul ketdi dedingiz buni? 18 mingga ketdi. Yili necha edi? 18-yil 2.4. Kraskalar qanday edi? Kiloda bor-da. Yurgan aka? 120 ming o'rtoqlar. 18 mingga ketdi. 18 mingga baraka bo'ldi o'rtoqlar. Hop, 2.4ligi bor ekan. Nechinchi yil aka bunisi? 18 aka. 2018 113 ming yurgan. Metan gazlari bilan kraskalar ekan. Ikkita eshigi. Xarajatlari yo'qmi aka, xudo xolasa? Xodavoy. Qo'ldan holati 2018 2.4 113 ming yurgan metan gazlari bilan o'rtoqlar. Masalan, holatini ham ko'rinishi. Qo'l po'lik kamayog'i bor. Ajoyib. Metan gaz. Mana do'stlar gaz. Zapaska. Aka buni necha pul qilib berasiz bunisini endi? 17 ming savdosi bor, to'g'rimi? Nomeringiz nechida aka? 122. Evet, nomeringiz telefon 97 411 411 44 14 ga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Premier 2022 mi? 2022 23 salondan chiqqan, to'g'rimi? narxdagi motor yarim so'rayapmiz. Bitta orqa eshikda kraskasi bor. Orqa eshikda kraska, detallar o'ziniki, to'g'rimi? Shumkalari bor. Gaz, benzin? Benzinda. Yurgani qancha dedingiz? 64 ming bo'ladi. To'g'ri. Premier ishqibozlari bo'lsa 64 ming yurgan ekan. Salon holatlari. Hop, nomerdan qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Qiziq bo'lsa 97lik 411 44 14 o'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar. Navbatdagi Malibu 2019 kraskalar qanday ekan? Kraskasi toza aka. Kraskasi toza, metan gazlari bilan. Gazlari bor, 2.4 atmosferniy motor. Yurgani qancha bo'lgan aka? 2000 probeg, yili 19. 62 ming o'rtoqlar yurgani 2019. Kamchiligi yo'q, xudo xolasa. Motor, xodavoy hamma tomoni zo'r. Aha. Ruxsati bor demak. Ruxsati bor. Mana salon holat. Qancha so'rayapsiz aka bu narxini? Necha pul ekan? 20 ming sotib beramiz. Mana gazi. Sal keltirib ayting aka, chiroyliroq. Kilo'rsa o'tib beramiz aka. Kelishadigan joyi bor. Bermadi lekin bozorga. Bo'ladi. Nomeringizni ayting aka. 88lik 636 0404. 636 0404 ga do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. 24 O'rtoqlar, navbatdagisi Malibu 2022-yil kraskalari toza, xudo xolasa. Aha, yurgan aka? Yurgani 57 ming. 57 ming bo'lib o'rtoqlar, yurgani qop-qora. Toza tur baloni yangi. Yangi balon, ruxsatlari bilan ekan. Balonlari mat yo'q turibdi. Mana do'stlar, salon holat. Ideal. Kraskasi toza, muazzam emas. Bagajning burchachasi ozgina petno tushgan. Ha, shu joyda. Ha, petno tushgan shu joyda. Bagaj o'ziniki lekin almashmagan. Oychlari butun. Ha, Ruxsat beruvdi.
Qancha qilib berasiz aka buni? Zapaskalar. Bunun narxini 25,5 ming beraman. 25.500. ...88'lik 636 04 04 ga do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham sizdanmi aka? Bular. Oq 22 bor ekan. Olish kerak hozir shipga. Ha, bor. Ship yoqtirmayman. Kechalar tepadi. Tushunarli. Bu nech pul o'zi? Bu narxini aytib qo'ydingiz? 26 ming. 26 ming. Kraska toza demak, to'g'rimi? 65 ming yurgan ekan o'rtalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Trikkerlar ham bor ekan qiziq bo'lsa. Malibu ishqibozlariga navbatdagisi 2019 1.5 turbinali o'rtoqlar. Propan gazlari bor ekan. Motor holatining ham ko'rinishi. Old orqalar Premier bir xil bo'ladi-da. Navbatdagisi 2019 beli jemchuk propan gazlar bilan 1.5 turbina Malibu 2 ishqibozlari bo'lsa o'rtoqlar yoki olmoqchi bo'lib yurganlar bo'lsa shunaqalardan tashab qo'yaveramiz. Material bo'larmi aka saloni yoki ko'jami o'zi? Koja qilingan bu. Ha, qilingan, to'g'rimi? Sidinalari. Bunaqa surilmaydi uniki. Bunday olib, bunday qiladigan bo'ladi. Ha, tushunarli. Variantali. Bu qilingan deyapman. Qilinganda tayyor. Necha pul qilib beramiz aka buni? 18300 ga qilib beramiz. 18300. Toza propani bor. Kraskasi toza, propani bor, yurish turishida hech qanaqa ishi yo'q, oladimi? Yo'q, dokumentida ham bor. Muammo yo'q. Xo'p, yurganini qancha dedik, tog'ingiz? 85 85 ming yurgan. Halol o'ziniki. Aha, nomeringizni aytib qo'yasizmi? 94lik. 94 564 564 75 75 77 ga do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Orqalari ham. Gazini ko'rsatib edik. Mana do'stlar, propan. Xo'p, akalar, Malibu 2 bor ekan, 2017-yil. Oq 2.4 motorlik. Kraskasi qanday buni aka? Kraskasi. Kraskasi bitta krilo bilan eshikning qirrasini tegadi bor. Aha, orqa eshikdan, orqa eshik qirrasi deyapsiz. 147 ming yurgan ekan. Aha. Ruxsati bormi aka tonirovkaga? Yopiq ekan eshigi. Buning holatlari. Ha, bo'lsa ochib bersangiz yaxshi bo'ladi. Ha, telefon qilasizmi? Ha, bo'ldi, aytib qo'yavering. Buning holatlari. Tonirovkada ko'rinmadi, ruxsati bor ekan. Orqa tomonlarining ham ko'rinishi zo'r. To'g'risi yurish-turishda muammosi yo'q, ha? Oladi, minadi. Qayda beribdi o'zini ochib sotadi. Xarajati yo'q. Aha, nomerlar shumi aka yozib qo'ying. 90lik 944 02 98 97lik 243 21 12 krilo bilan orqa eshigida kraskasi bor ekan, qolgan joylari toza ekan o'rtoqlar. Motor holatini ko'rinishi benzinda ekan do'stlar. Narxini qancha qilib beraman dedingiz buni? 17 ming o'tib o'tib beradi. 17 ming kami bor, aloqaga chiqavering o'rtoqlar. O'rtoqlar Captiva 4 bor ekan. 2.4 bo'ladi bular motori. 3-ligi birinchi chiqqanlari. Mana o'rtoqlar 2016-yil ekan. 3 motorligi ekan. Bo'ladi. Salon holatlarini ko'rinishi. Benzin, gaz bu? Benzinda. Kraskasi qanday deding? Radno ya. Xo'lasa 136 ming yurgan 3 motorlik. Narxini qancha qilib beramiz, to'g'rimi? 14 ming. 14 ming. Yo'q, o'tadigan joyi bor. O'tadigan joyi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomer shu. 90lik 185 53 53 ga aloqaga chiqaverasizlar Captiva bo'yicha. Xo'p, bozoringiz bersin. Salomat bo'ling, charchab qolmang.